Assalomu alaykum qadrdonlarim. Mana navbatdagi zinamiz inshaalloh Qo'qonda bitta. Zinamiz ko'rib baho beraverasizlar. Baholar qo'ldan kelgancha cho'tkilangan. Aylanasi ham, razmerlari ham vahshiy ideal holatda chiqqan baholasa. Kimda shunaqa xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ldan kelgancha cho'tkilab albatta mukammal qilib beramiz demaymiz, chunki mukammal Allohga xos. Biz shunchaki bor mahoratimizni ishga tushirib chiroylab qilib beramiz inshaalloh. Xolos bu yaqinroq ko'rinishi. Ko'rishingizda xolos graflari ham cho'tga aylangan. Yana bir gap. YouTube'imizga, Instagram'imizga barcha internet faoliyatimizdagi kuzatib borsangiz, xudo xolasa bu razmerlarni hamma yo'g'ini bilmaganlarga o'rgatamiz inshaalloh. Qiziqqan savolinglar bo'lsa, albatta javob beramiz. Izohlarga yozib ketsanglar, qo'limizdan kelgan hamma narsani xudo xolasa o'rgatamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Maslahat bepul.